Kecha Rossiyadan turib bir akamiz 123 ming so'm plastigimizga pul o'tkazib, qabristonlarga instrumentlar ehson loyihasiga aka shuni qo'shib yuboring deyishibdi. Bu hafta jumani ham kutmasdan turib, bitta 92-navbat yetib kelgan qabristonimizga shu yaqin atrofimizdagi qishloqlardan birida amakimizga bog'lanib, nima kerakligini so'rab, olib borib, shu akamizni ham hissalarini qo'shib, birgalikda bitta qabristonga ehson tashlab kelamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, amakimizga telefon qilamiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Amaki yaxshimisiz? Rahmat. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Qoratepa qabristoni Ovchi qishlog'i, ha? Ha. To'g'ri tushdimmi? Ismingiz ismingiz Hamidjon amaki. Ha, Hamidxon. Hamidxon amaki. Sizda qabristonlarga instrumentlar ehson loyihasi bor. Qabriston xodimlari uchun imkon qadar qo'limizdan kelganicha ehsonlar beryapmiz. Inshaalloh 92-qabriston siz bo'lasiz. Qabul qilsang iloyim. Rahmat. Bizga kerak instrumentlardan aytsangiz, o'zim olib borib berib kelaman. Napatgachalar, ha. Ana o'shandan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yana nima kerak amaki? Ayting. O'sha uzun lo'mdan bitta, keyin o'rta lo'mdan bitta. Keyin o'sha eng kichkina lo'mimiz bor, ichkarida ishlatadigan. 3 ta lo'm, 2 ta kichkina lapatkachalardan bo'ladi. Bo'ladi. Amakini so'ragan 2 ta lapatka bilan 3 ta lo'mlari tayyor. Bitta kichkinasi, bitta o'rtacha va bitta katta o'zlari xohlaganda mana qilib tayyorlab qo'ydik. Qani bo'lmasa ketdik. Assalomu alaykum. Biz aziz kuzatuvchilarimiz, mana 92-navbat yetib kelgan qabristonimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Ovchi qishlog'iga keldik. Amaki qishloq qabristonimiz nomi nima edi? Qabristonimizning nomi assalomu alaykum, Mo'y Muborak qabristoni. Amakimizga 5 ta zarur instrumentlarini o'zlari aytgan narsalarni olib kelganmiz. Amaki ko'rasizmi? Ko'ramiz. So'ragan va siz xohlagan narsa bo'ldimi, yo'qmi aytasiz amaki. Bu lapatkalarimiz, amaki. Yaxshimi? Rosa mana o'ylimdagi narsalarni olib kelibsiz. Mana bu siz o'zingiz aytdingiz, oysimoroq qilib chiroyli qilib berdingiz. 3 xilidan olib keldim. Bo'ldi, zo'r. Mana bunisi. Bitta katta, bitta o'rtacha, bitta kichkina. Qani? Ichkariga kiramiz. Balki biz temirchimiz, kasbimizda kelib chiqib, qabristonlarga instrumentlar ehson loyihasi bor. Bu loyihani umumiy summasi $100,000 dan ziyodli loyiha. Inshaalloh 92-qabriston navbat sizga kelgan ekan. Mana sizga olib kelyapmiz. Xudo xolasa duo qilib qo'yasiz. Bu videoni ko'rib turgan mahalla faollari, amakimizga o'xshagan qabriston xodimlari Telegram, WhatsApp raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Biz uchun ma'lumotlarni yozib bersanglar, sizlarga ham o'zingizlar uchun zarur bo'lgan 5 tadan instrumentimizni haftasiga 2 tadan qabristonga jo'natishda davom etamiz. Amaki ma'qulmi? Ma'qul. Keling. Amaki sizga duo qilib qo'yinglar. Juda mana bizga zarur instrument asboblarni mana ukaxonlarimiz yetkazib olib kelishdi. Alloh iloyim qabul qilsin. Biz mana shu narsalarni ishlatib Xudo xolasa. Amakimiz juda ham yaqin hududdagi ekanlar. Bizga o'zimiz kelib tashlab ketyapmiz. Agar yaqinroq hududdagilarga o'zimiz olib borib beramiz. Agar chetroq viloyatda bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga ehson qilamiz. Taksi orqali bo'lsa ham yetkazib beramiz. Biz buni hali o'zimiz bularga nima ham qilganimiz yo'q. O'zlaridan nima bo'lib qoldi? Rahmat, Xudo qalblariga solishdi. O'zingizlar qabriston xodimlari ko'pchilari mana bunaqangi amakimizga o'xshagan yoshlari ulug', telefonlarni uncha tushunishmaydi. Shuning uchun mahalla faollari deb aytyapmiz. Mahalla faollari ma'lumot bersanglar bo'ldi. Qabriston xodimiga borib nima kerakligini so'rab berasizlar. Biz sizlarga ham jo'natib beraveramiz. Ilohim amin. Mana bu qilgan ukalarimizni xayriya hisoblarini Alloh o'z dargohida qabul aylasin. Qiyomatda hammalariga zaxira bo'lsin, tashkira oxirat bo'lsin. Ilohim kasb-korlaringga, umrlaringga, rizqlaringga Xudoyim taolo o'zi barakasini bersin. Bu xayrli ishlar bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlarga ilohim mana shunday ulug' joylarga shunday yordamlarni qilyapsizlarmi? Allohning o'zi ko'rib turibdi. O'zi madadkor, pir ustozlar tarbiyat qilsin. Hamisha ishlagan o'ngdan kelaversin. Allohu akbar. Alloh qabul qilsin. Rahmat amaki. Keyin bir iltimosim bor. Bildi. Yaqin hududdagi qabristonlarga o'zimizdagi qabriston xodimlariga ham aytyapman. Hali mayit tayyor bo'lguncha qabr kovlanadi-yu. Endi ko'p joylarda qabriston tayyor turmaydi qabr, a? Shu kamlanganda tayyor bo'lgan paytida bir soat oldin yoki bizdan xabar keladi, lekin boshlanadi. Ha, ko'p joyda shunaqa o'zi. Tayyor qabr turmaydi.
yaqin ekanda hudud. Bo'ldi. O'g'lim, Chaqiraman. kel desangiz, hasharga ham kelaman vohliroq. Manga- Keyin bir qabr tayyor bo'lganda ichiga yotib ko'rsam, Bo'ldi, bemalol. qanaqa his qilar ekanman o'zimni. Chaqiraman. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi aka? Bo'ladi. Ha? Buni juda ko'p nimalar qilib ketishadi. Buni yomon joyi yo'q, ha? Masjidda domla imomlari Aha. niyat qilib qo'yib, katta masjid imomi ekan. Shunaqangi niyat qilib qo'ygan edim. Ruxsat berasizmi, yo'qmi dedilar. Yo'q, Xudo o'zi qalbingizga soldi. Men sizni qanday qaytaraman? Bemalol mana qabrimiz sayyor. Kelib yotib, bemalol chiqavering dedim. Kelib ko'rib yotib kunlar taskin topib ketishdi-da. Shunaqa. Meni o'zimga anchadan beri shu narsa kelgan. Qanaqa bo'lar ekan deb Bemalol kelaveradi, chaqiraman. bo'ladi. Biror kun kelaman amaki. Bo'ldi. Bir tayyor shunaqa mayit bo'lganda Shu 1 soat oldin qolganda tayyor bo'lishiga. Endi deb vaqtliroq ham qilavering, kelib qarashman boraman. Kelsangiz tayyor bo'ladi. Endi 5-6 nima olishib olasiz, keyin Orasi yaqin ekan, birpasda kelaman. bo'ldi. Biz bir nima qilib ko'ramiz. Bo'ldi-da. Rahmat amaki. Amin. Mana shu yerda yotgan jamiki mijvollarimizni Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatda bo'lsin. Ruhlari hammamiz tarbiyat qilsin. O'zlaringni ham hamisha ishlaring oldiga bossin ilohim. Mana qilgan xayrli ishlaringga Alloh o'zi ko'rib turibdi. Ajr savoblarni yozsin ilohim. Tanlaring sihat bo'lsin. Pir ustozlaring tarbiyat qilsin. Dunyoda hech ham shikast ko'rmanglar. Alloh akbar. لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا Mana azizlar, 92-navbatga tugagan qabristonimizga ham ehsonimizni berib keldik. Qabristonlarga nisbatan ehson loyihasi davom etadi. Mana shu videoni mahalla guruhlari va qabriston xodimlariga jo'natib qo'ying. Bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qabristonlarga nisbatan ehson loyihasi davom etadi.